Men 30 yoshdaman va bu voqea sodir bo'lganda 13 yoshda edim. Oyim yolg'iz ayol edi va ikki joyda ishlardi. U ertalablar do'konda va kechqurun barda ishlardi. Shuning uchun ko'p vaqtda uyda yolg'iz qolardim, lekin bunga o'rganib ketgandim. Men o'zim ovqat pishira olardim, o'zim maktabga borardim va qaytardim. Men o'zimning yoshim uchun juda ham mas'uliyatli qiz edim. Bir kuni tunda muzqaymoq yeb televizor ko'rib o'tirgandim. Keyin kimdir oldi eshikni taqillatdi. Oyim har doim kalitdan foydalanishini va do'stlarim bunaqa kech bo'lganda kelmasligini bilib, bu kimligiga qiziqardim. Eshikni ochdim. Eshik oldida qo'lini cho'ntagiga tiqib olgan katta yoshli erkak turardi. Men "Salom" dedim. U menga javoban dediki, "Salom kichkina xonim. Uyda ota-onangiz bormi?" Ahmoq ekanman. Unga oyim ishda ekanligini va ertaga kelishi mumkinligini aytibman. Keyin u biroz tabassum qilib, "Ov, demak uyda yolg'izsan?" dedi. Men "Ha" deb javob berdim. U keyin dediki, "Yaxshi kichik xonim. Xayrli tun. Yana hech qanday muammoga aralashib qolma, xo'pmi?" dedi va ketdi. Va men eshikni yopib oldim. U bir vaqtning o'zida ham do'stona va ham g'alati tuyuldi. U yana juda qiziqarli ham tuyuldi menga. U kal edi va unda 70-yillardagi ko'zoynagi va mo'ylovi bor edi. Uning ko'zlari uxlamagandan kirtayib ketgandi. Taxminan 10 minutlarcha o'tgandan keyin yana eshik taqilladi. Unga javob berish uchun turdim. Lekin eshikni ochishimdan oldin nimadir menga zanjirlashim kerakligini aytdi. Nimaligini bilmasdim, lekin ichki ovozim shunday dedi. Bu juda ham g'alati tuyuldi menga, chunki oldinlar hech bundan foydalanmagandik. Men bundan xursandman, chunki eshikni ochishim bilan uni kimdir itara boshladi. Men biror narsa deya olmasdim, chunki eshik oldida boyagi xuddi o'sha odamni ko'rib turardim. Keyin u hayajonlanib menga qarab dedi: "Oh, ha, kichik xonim. Men shunchaki sen yaxshimisan yoki yo'q shuni bilmoqchi edim." U yolg'on gapiryapti shekilli duduqlandi. Xuddiki u uyga kira olmoqchi, lekin unday qila olmaganga o'xshardi. Keyin u men bilan o'yin o'ynashni boshladi. O'zini xuddi unday qilmoqchimasdek ko'rsatardi. Men "Rahmat, yaxshiman" dedim va eshikni qattiq yopib oldim. Men o'sha paytda buning qanchalik xavfliligini tushunmagandim. Lekin u odam ketgan bo'lsa-da hali ham qo'rqardim va oyimni tezroq uyga kelishini xohlardim. Bir soatcha o'tdi va men hali ham nima bo'lganligi haqida o'ylardim va o'zimni biroz bo'lsa-da chalg'itish uchun kino ko'ra boshladim. Keyin to'satdan nimadir eshitib qoldim. "Hey, men tezroq kirit. Senga nimadir aytishim kerak." Bu hayotimda bo'lgan eng qo'rqinchli holat edi. Bu yana xuddi o'sha odam edi. Menga xat tirqishdan qarab nimadirlarni gapirishga urinayotgandi. Unga "Meni yolg'iz qo'y" deb baqirdim va u biroz tinchib qoldi. Keyin u old eshikni baqirib taqillatayotgandi. U uyga kirishga juda ham harakat qilayotgandi. Men shunchaki yig'lab, uni kira olmasligini so'rab yalinayotgandim xolos. Oxir-oqibat u to'xtadi va qayoqqadir ketdi. Oyim yarim soatlardan keyin keldi va yig'layotganimni ko'rdi. Keyin unga hammasini aytib berdim va biz politsiyaga qo'ng'iroq qildik. Lekin o'sha odam umuman topilmadi. Bo'lib o'tgan ishlar haqida o'ylarkanman, o'zimdan o'sha paytda eshikni yopganim uchun juda ham xursand bo'laman. Men agar o'sha erkak uyga kirganda nima bo'lishi haqida o'ylashga ham qo'rqaman hattoki.